o'ntasiga ham qurbimiz yetadi, hojiona. Men fikringizga qo'shilmayman. O'lsangiz namozdan so'ralasiz, ro'zangizdan so'ralasiz. Nechta xotin olding deb so'ralmaydi. Siz hali yoshsiz. Ilingiz ham yetarli emas shekilli. Biz shariat haqida gapirishyapmiz. Sunnatni niqob qilib, yosh qizchani sovg'a qilish qaysi kitobda yozilgan ekan? Soliha hali bola-yu. Umida, tilingni tiy. Mehmon oldida sharmanda qilmasdan bor xonangga kir. Uzr Sardordek. Kelinimizni sal zamonaviy joydan olib qo'yganmiz-da. Payg'ambarimizni pesh qilmang. Ular dinni tarqatish uchun uylanganlar. Nafs uchun emas. Haqiqatni tan oling. Agar sunnat uchun uylanmoqchi bo'lsangiz, ana boring beva bechoralarga uylaning. Men bilan bahslashmang. Nafsingizni dinga aralashtirayotganingizni prekrasni bilib turibman. Men senga nima dedim? Bor ichkariga kir. Kechiring. Bugunoq adabini beramiz. Oybe. Xotiningni tiyib qo'ygan. Nomahram oldi ro'molsiz o'tirgandi, meni tikka gap qaytarib o'tiribdi. Agar yana meni shaxsiyatimga tegadigan bo'lsa, men ochayotgan biznesimga bir sinim tikmayman. Tushundingmi? Amin. Voy, Sardorbek. Bugun soat 6 keling. Kelinim bilan o'g'lim aylangani ketishadi. Qizim bilan uyda uchrashasiz. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Keling. Mashallah kelingiz uyda emasmi, ishqil? Yo'q, hech kim yo'q. Bitta qizim uyda. Kiravering bemalol. Hozir men qizimni chaqiraman. O'tib turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring, keling. Men bu suvni Baytullohdan olib keldim. Zamzam suvi. Siz uchun maxsus. Oling, qo'limni qaytaring. Ichingmi? Iching. Ko'proq iching. Xo'p bo'ladi, hojam. Bo'pti, o'ysam yaxshi yuring. Xo'p bo'ladi. Ha, tinchlikmi Soliha? Kim bilan gaplashyapsiz? Sardor akam bilan. Yaqindagina to'polon qilib yotuvdingiz-ku, tegmayman-da. Endi inson tabiati har xil bo'lar ekan-da. Bir sovuq, bir issiq. Xo'p bo'ladi, hojam. Bo'pti, o'ysam yaxshi yuring. Xo'p bo'ladi. Ha, tinchlikmi Soliha? Kim bilan gaplashyapsiz? Sardor akam bilan. Yaqindagina to'polon qilib yotuvdingiz-ku, tegmayman-da. Endi inson tabiati har xil bo'lar ekan-da. Bir sovuq, bir issiq. Chiqib sangitdan sangib qo'yishim kerak. Xudo xolisa yaqinda uylanmoqman. Begona emas, Xonasapiyning qiziga. 16 yoshli qizga uylanmoqchimisiz? Mana shuncha yil qiynaganingiz yetmaganda, ikkita bolangiz borligiga qaramasdan yosh qizga uylanasizmi? Nima deding manchaloqi? Endi seni shuncha yil boqqanlarim yetmagandi. Shu basharingga shuncha yil chidaganimga rahmating shumi? Eringga gap qaytaryapsanmi? Menga qara. Kerak bo'lsa 10 tasiga uylan. Haqiqiy jannatda ayol, eriga itoat qiladigan ayol. Agar yana bir marta gap qaytarsang, bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Tushundingmi? O'rtoq, o'zingga keldingmi? Oyog'imni sezmayapman. Oyoqlarim qani? O'rtoq, o'zingni bos. O'rtoq. Nima bo'ldi? O'rtoq, harakatda. Alloh sabr bersin. Bardam bo'lgin. Tuzalib ketasan hali. Ketgancha ayoling ham shu yerda. Hozir chaqiraman, hammasini tushuntirib beradi. Shuki bo'lasanmi o'g'lim? Nechta 5 olding? Matematikada 2/5 oldim. Молодец. O'g'lim yurib ketamiz. Tushunman. Qayerga ketasan? Oyimnikiga ketaman. Bir umrga. Bolamni ham olib ketaman. Tushunmadim. Sen kimga haydayaptimi? Nimaga ketasan? Sog'lom paytingiz, kimga xotin olmoqchi edingiz? Qani endi sizga kim erga tegayotgan? To'xta.
Shu holida tashlab ketasanmi mani? Balki endi qadrimga yetar. Ketdik bolalarim. To'xta, mani tashlab ketma. Kechir mani. Nima qilib qo'yding, nafsi quli? Nima qilib qo'yding? Kiringlar bolalarim. Qaytdingmi? Hech qayerga ketganimiz yo'q. Koridorda o'tirganmiz. Shunchaki menga bergan zotlaringizni his qilishingizni xohladim. Xotiramang. Hech qayerga ketmaysiz. Kelinglar bolalar.